3 yilda ham tonirovka ocholmagan ekan, ukamizni yozib qo'ygan ekanlar. Nega sifatli tonirovka urish kerak degan savoliga mana shu Spark misolida ko'rib chiqamiz. Ukamizga e'tibor berasizlar. O'zlari yozib qo'yganlar. 28-sana, 8-oy 2022-yil 16-14 vaqtlarigacha yozganlar. Bu narsani bilasizlar, mo'yinchalar yozishmaydi. Urilgan plyonkamizni orqa polsfera tonirovka armalan deb yozib qo'ygan ekanlar. Sifatli plyonka urdirish kerak. Biz har doim mijozlarimizga tavsiya beramiz, sinovdan o'tgan sifatli plyonkani urishni. Sababi ba'zi bir mijozlarimiz kelishadi, 1 yilda ocharib ketgan bo'ladi, aka alishtirib bering deb. Buni hisobga oladigan bo'lsak, har yili alishtirish sizlarga ortiqcha xarajat bo'ladi. To'g'ri, akamizni bitta qimmatga urdirganlar, lekin sifatli narsa bo'lgan. Bu yil 3-yil ketyapti, haligacha ocholmagan. Buni hozir sizlarga isboti bilan ko'rsatib beramiz. Plyonkamizani tushirgan paytimizda ham hech qanaqa ajralish yo'q. Endi apparatimiz 00 bo'lib turibdi, ko'rasizlar. 6% yorug'lik o'tkazyapti, 100% ultrafiolet, 83% so'nzlashda qaytaryapti. Akamiz yana keldilar. Eng sifatli keramik kristal degan so'nzlashli plyonkamizni urib berganmiz. Agar sizlarga ham sifatli tonirovka, so'nzlashli xizmatlari, broni plyonkka xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Sinovimizdan o'tgan narsalarni qilib beramiz.